Ko'k sug'ur. Ko'k sug'ur u G'arbiy Tianshan xazinasidir. Bolajonlar, bilasizmi? Yurtimiz tog'larida dunyoning boshqa hech qaysi hududida uchramaydigan noyob jonivor yashaydi. Bu ko'k sug'urdir. U o'zining chiroyli mo'ynasi va qiziqarli hayot tarzi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ko'k sug'urlar faqat baland tog'larda, dengiz sathidan 2000-3300 metr balandda yashaydi. Ularni asosan chotqol tizmalarida va ohangaron tog'li hududlarida uchratish mumkin. Ular nam yerlarni, buloq atroflarini va yam-yashil o'tloqlarni yaxshi ko'rishadi. Bu jonivorlar yilning katta qismini uyquda o'tkazishadi. Mart oyida qorlar erishni boshlashi bilan inlaridan chiqishadi. Avgust oyidayoq qattiq uyquga ketishadi. Ular yakka yashamaydilar, balki katta oila bo'lib koloniyalarda hayot kechirishadi. Ko'k sug'urlar asosan o'simlikxo'r hayvon hisoblanadi. Ular mazali tog' o'tlarini, gullarni va boshoqli o'simliklarni yeyishadi. Ba'zan esa mayda hasharotlar bilan ham oziqlanib turishadi. Afsuski, ko'k sug'urlarning soni yildan yilga kamayib bormoqda. Bunga bir necha sabablar bor. Ko'k sug'ur O'zbekiston va xalqaro qizil kitobga kiritilgan. Ularni ovlaganlarga katta jarimalar belgilangan. Hozirda ular Chotqol davlat qo'riqxonasida davlat tomonidan qattiq himoya qilinadi. Odatda may oyida 2 tadan 4 tagacha bola tug'adi. Bolalari iyun oyining oxirida inlaridan chiqib, quyoshda toblanishni boshlaydilar.